Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz fiqh bo'g'imlar. Fiqh bo'g'imlar yo'sinlardan keyin ancha taraqqiy etgan organizmlar, ya'ni o'simliklar hisoblanadi. Fiqh bo'g'imlar yo'sinlardan farqli ravishda ko'p yillik ildizpoyali o'simliklar hisoblanadi. Tanasi bo'g'imlarga bo'lingan. Ma'lum bir bo'g'imlar bo'ladi. Har bitta bo'g'im ichi chovak bo'ladi, ya'ni ichi bo'sh. Aynan mana shu ichi bo'sh qismda halqasimon ko'rinishda barglar chiqqan bo'ladi. Barglar halqasimon joylashgan. Sxematik tarzda quyidagi ko'rinishda olamiz va biz aytdik ildizpoyali o'simliklar hisoblanadi dedik. Aynan ildizpoyasini ham shakllantirib olamiz. Yana bizda 40 bo'g'im. Ildizpoyali, tanasi bo'g'imlarga bo'lingan, bo'g'imlar atrofida halqasimon ko'rinishda barglar joylashgan o'simliklar hisoblanadi. Hozirgi vaqtda yer yuzida 40 bo'g'imlarni 30 dan ortiq turi bor. O'zbekistonda bitta turkumga kiruvchi ikkita turi, ya'ni dala 40 bo'g'imi va sershox 40 bo'g'im o'sadi. Biz 40 bo'g'imlarni asosan hayot sikli haqida gaplashamiz. 40 bo'g'imlar yo'sinlardan farqli ravishda jinsiz bo'g'im ustunlik qiladi. Ya'ni yo'sinlarda jinsiy bo'g'im ustunlik qilar edi, lekin 40 bo'g'imlar va 40 quloqlarda jinsiy bo'g'im ustunlik qiladi. Shuning sababli mana bu olaylik dala 40 bo'g'im. Yozda rivojlanayotgan, kuzga borib ancha rivojlanib, ildizida ildizpoyada zaxira ozuqa modda to'plagan 40 bo'g'im. Hayot siklida mana bu ildizpoyada jamlangan zaxira ozuqa modda bahorda ishlatiladi. Mana bu olaylik, mana bu yashil qism qishda nobud bo'lib ketadi, lekin tuproq ostida mana bu ildizpoya saqlanib qoladi. Demak, mana bu qism yetuk 40 bo'g'im. Bu qism endi qishda ildizpoya saqlanib qoladi, yer usti qismi nobud bo'ladi. Bu o'zi ko'p yillik o'simliklarning tarifi shunaqa bo'ladi. Endi mana bu qismdan bahorda birinchi mana bunaqa poya hosil bo'lmaydi. Bahorda birinchi biz aytdik, jinsiz bo'g'im ustunlik qiladi, sporofit bo'g'im hosil bo'ladi. Ya'ni ildizpoya hisobiga sporofit, ya'ni bahorgi poya shakllanadi. Bahorgi poyamizdan bo'g'imlarga bo'lingan va sporofilga ega bo'lgan bahorgi poya hisoblanadi. Sporofil bu shakli o'zgargan barg hisoblanadi. Barg shakli o'zgarib sporofilni hosil qilgan. Sporofilda sporangiylar yetiladi. Sporangiyda spora yetiladi. Olaylik mana shu yerga yozib qo'yamiz. Sporofil, sporofil. Sporofilda sporangiylar joylashgan bo'ladi. Bu sporangiy joylashadi. Sporangiyda spora yetiladi. Yetilgan sporalar atrofga sochiladi. Bahorgi poyaning vazifasi shu bilan tugadi. Ya'ni bu ko'ngil rangli bo'ladi, fotosintez qilish xususiyatiga ega emas. Bahorda mana bu ildizpoya hisobiga hosil bo'ladi. Sporofildagi sporangiylarida sporalarni yetiltiradi, sporalarni tarqatib yuboradi va bu qism nobud bo'ladi. Va yozda mana bu ildizpoyada mana bunaqa poya shakllanadi. Va endi mana bu sporalar nima bo'ladi? Sporalar qulay sharoitga tushgandan so'ng sporalar ayrim jinsli bo'ladi. Ayrim sporalardan urg'ochi gametofit, ayrim sporalardan erkak gametofit shakllanadi. Hop, mana bunisidan urg'ochi gametofit olamiz. Urg'ochi gametofit. Bunisidan erkak gametofit olamiz. Erkak gametofit. Urg'ochi gametofitimiz erkak gametofitdan biroz yirikroq bo'ladi. Biroz yirikroq bo'ladi. Uning ichki qismida yagona tuxum hujayra yetiladi. Bitta tuxum hujayra yetiladi. Demak, bu tuxum hujayra. Endi erkak gametofit. Erkak gametofitda mana bu rangda bo'ladi. Erkak gametofit biroz quyidagicha olamiz.
erkak gametofitda ko'p miqdorda ko'p xilchalli spermatozoidlar yetadi. Ya'ni yo'sinlarda o'sha angevidalarda hosil bo'lgan spermatozoidlar ikki xilchalli bo'lar edi, lekin qirq bo'g'imlar va qirq quloqlarning spermatozoid angevidada erkak gametofitida hosil bo'lgan spermatozoidlar ko'p xilchalli bo'ladi. Demak, yomg'ir yog'ib suv bosganda mana spermatozoidlar xilchalar yordamida tuxum hujayralarni urug'lantiradi. Urug'langan tuxum hujayradan zigota, ya'ni zigota shakllanadi. Zigotadan nurtak hosil bo'ladi. Nurtakdan yosh qirq bo'g'im shakllanadi. Ya'ni mana bu qismda nurtakdan yosh qirq bo'g'im shakllanadi. Ildiz poyasi va barglar. Halqasidan ko'rinishda. Ya'ni hayot sikli shu tarzda kechadi. Bu 40 bo'g'imlarning hayot sikli va keyinchalik mana bu kuzga borib, qish kelishi bilan mana bu yashil qism nobud bo'ladi, mana bu ildiz poya saqlanib qoladi. Ildiz poyadan yana mana bu bahorgi poya shakllanadi. Bahorgi poya sporadan boshqa yangi 40 bo'g'im shakllanib ketaveradi. Bu joyda mana bu sporafik bo'g'im, spora hosil qiluvchi bo'g'im, sporafik bo'g'im deyiladi, jinsiz bo'g'im bo'ladi. Mana bu sporadan boshlab gametofit jinsiy bo'g'im shakllanyapti. Va bizda avvalgi yo'sin mavzusida ko'rganimizdek jarayon shunday kechyapti. Sporadan zigota hosil bo'ladi. Sporadan gametofit. Gametofitdan zigota shakllanyapti. Zigotadan sporafit. Sporafitdan yana spora shakllanyapti. Ya'ni yo'sinlarda ham 40 bo'g'imlarda ham hayot sikli xuddi shu tarzda kechadi. Sporadan gametofit, gametadan zigota, zigotadan sporafit, sporafitdan spora bo'g'imlar shakllanadi. Va bizda farqini olishimiz kerak. Mana bu bo'g'im, ya'ni spora va sporafit bo'g'imi bu jinsiz bo'g'im hisoblanadi. Gametofit va zigota bo'lsa jinsiy bo'g'im hisoblanadi. Aynan testlarda, turli xil savollarda bu savollar keladi. Ya'ni jinsiy bo'g'imga oid, jinsiz bo'g'imga oid atamalarni yoki terminlarni tering deb keladi. Shu joyda mana shu joylarga juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. 40 bo'g'imlarni qisqacha yakunlaymiz. Aynan hayot sikli shu tarzda bo'ladi.